Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotgan qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Sergeli tumanidan uy-joy olaman deb yaxshi niyat qilayotgan mijozlarimizga bugun har qatda yaxshi variant chiqyapti. 2 xona kvartira puliga 2 sotuvli 5 xonali hovli olarmi deydi. Mana xonadonni qaranglar. Mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Lokatsiyasi vashi gap bo'lishi mumkin emas. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya bor. Mo'ljal aeroportni bilasizlar, xalqaro aeroportdan Yakkasaroyga ketaverishimizda Polivoy bo'ladi. Polivoyda 237-maktab orientir. Shuni maktab yonidan kirganda mahallada joylashgan mana shu xonadonni 2 xona kvartira puliga sotib olishyapti. Pul zararligidan. 2 xona kvartira puli, 2 xona kvartira puli deb olsam deyishinglar mumkin. Sergelida 2 xona kvartiraning puli qancha? 60 ming, 70 ming, 2-3 xonada. Xullas 67,5 ming dollar ekan mana shu xonadon. Fasadi ham normalniy, mana ko'ryapsizlar, nobodob buzib tashlab, uy qursanglar ham normalniy uy tushadi. Bir sotuv yer narxi 25 ming, 30 ming bo'lib turgan mahalla. Yerini o'zini hisoblaydigan bo'lsa, 25 dan deydi, bu 25 dan deganimizda ham 50 mingdan ozgina o'tyapti narx. Uyiga 17,5 ming dollar so'ralyapti. Tupik ko'cha, tinch, mana mashina bemalol ikkita yonma-yon mashina o'taveradi. Katta ko'changizdan 650 metr kirdik. Ana endi uy ichini ko'ramiz. 2-3 xonali kvartira Sergelida, kvartiradan ko'ra mana uchastka bor. Tinch. Bunaqa variant har doim ham chiqavermaydi. Mana shu kvartira olaman deb o'tganlarga ko'rsatamiz bu videoni, xudo xolasa. Kirishimizga mana bitta bo'sh joyi bor. Hammom va kotelni xonasi bu tarafda ekan. Bu yoqqa o'tirmadik. Hech narsa yo'q deyarli. Faqat kotyol bor ekan bu tarafda. Kirib ko'ra qolinglar. Mana kotyol mana shu yerda hammom bor ekan. Xo'p, ana endi uylarni ko'ramiz. Uyi oldi tarafida mana shu yerda ikkita xona xomg'ishdan qurilgan ekan, ancha bo'lgan qurilganiga. Ozgina ichida remontlar ishlari bor ekan. Darvozaxonani ko'ryapmiz. Bemalol 4 ta 5 tagacha mashina kirib ketaveradi. Fasadlari ham bor, ko'ryapsizlar. Bitta oilangiz bilan maza qilib yashasangiz bo'ladi. Birinchi xonamiz oilaviy o'tirishga joylar qilib olishibdi. Remontlari ozgina urinib qoldi. Qilinganiga bir 10 yil bo'lgan taxminan. Abo'ylar ko'chib, mana shunday ozgina remontlar bo'lib qoldi. Ikkinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Spalniydan o'zini sanuzul xonasiga kirsak bo'ladi. Tahorat qilishga sharoitlar qo'shgan ko'rasizlarmi? Tahoratlar olib, işte bemalol dushlarda cho'milsa bo'ladi. Xo'p. Ikkita xona bo'ldi bu yoqda, xomg'ishdan qurilgan. Keyin past tarafda yana ikkita xona, oshxona joylashgan. Bu yoq taraflar bir pishg'ishdan qurilgan ekan. Bu yoqda ozgina mana ko'ryapsizlar, kichkinagina zeleniy zonalar qoldirilgan. Birinchi xonamiz, xonadan xonaga o'tiladi, lekin planirovkasi oldingi planirovkalardan domdan ko'ra dimiq qilib o'tirmaysiz, har holda yaxshi. Hop, ikkinchi xonamiz spalniy, mana bu shkaf ekan. Shkaf, endi eshikni bo'ylashingiz mumkin. Shkaf. Mana bu eshikni bo'ylab birinchi ko'rganda spalniy, bu xonadan ham sanuzli xonaga kirsak bo'lar ekan. O'zining sanuzli xonasi bor ekan. Qaranglar, mana shu orqasiga yo'l tashalgan, kladovka betlari. И kladovkadan mana отдельный sanuzli xona, dushlari bor, unitaz, tahoratlar olish hamma sharoitlar qilingan. Hop, ko'rdik bu tarafdan ikkita xona. Bu xonadan oshxonaga ham o'tsak bo'lar ekan. Yo'q, bu zal, oshxona naryoqda. Bu zalimiz 10-15 kishilik zal. Uchastka zo'r, lekin narxi вообще qoniqarli. Yana kelishib ko'rasizlar, kelib ustida o'zingizlar savdolashib ko'rsanglar bo'ladi. Zeleniy zonasi bor. Vodoprovodlar, suv zo'r hammasi. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa oshxona. Ko'ryapsizlar, shinamgina oshxona. Xullas okalar 67,5 ming dollar narxi, pul zarar срочный ekan egalariga. Sergelidan 2 xona kvartira olib yashagandan ko'ra, mana shu uchastkani olib yashasanglar maza qilasizlar. Shuna katta ko'changizdan chiqsanglar, 2 kilometrdan keyin Yakkasaroy shaharga qarab ketaverasizlar.
Bu tarafga yursanglar, qo'yluga qarab, qo'ylu sergiligiga qarab ketaverasizlar. Lokatsiya вообще ideal. Xudo xolisi olgan odam maza qiladi. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Videoning tagida egalarning raqami bo'ladi. Ko'chani ham aytganda bitta ko'rsating. Mana ko'chasi. Ko'chani ko'rdik-ku, yana bitta ko'rib qo'yamiz. Videoning tagida raqamlarga bog'lanaveringlar, kelishadigan joyi bor.